Nostalgiyalarga boy davrga qaytish vaqti keldi. Bugun sizlar bilan top 10 ta yoshligimizda har safar efirga uzatilganida televizor tagiga mixlab qo'ya oladigan filmlar haqida suhbatlashamiz. Siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. 10-o'rin. Tilaklar toshi. Tasavvur qiling, siz shunday toshni topib oldingiz. U kamalak rangda va istalgan tilakni amalga oshira oladi. Bu film ham aynan shu haqida hikoya qilgan. 11 yoshli omadi kelmaydigan do'stimiz Tim Thompson tilaklar toshini topib oladi. Lekin tez orada shaharning deyarli barcha aholisi bu sehrli tosh haqida xabar topadi va dunyo tom ma'noda ostin-ustun bo'ladi. Hamma o'z tilagi bilan band. Bu birovga zarar keltiradimi yo'qmi, hech kimning bu bilan ishi yo'q. Film asosan 7 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan tomoshabinlar uchun ishlab chiqarilgan. Shunga yarasha yoshlarcha hazil va yumorlarga juda boy. 9-o'rin. Avlodlar. Bu safar endi ertaklar olamiga sayohat qilamiz. Ya'ni Disney multfilmlaridagi yovuz qahramonlarning davomchilari haqidagi film bu o'rnimizni egallab turibdi. Yaxshilik yo'lidagi personajlar birlashib, yovuz malika va sehrgarlarni dunyoni bir chekkasidagi orolga surgun qilishadi. Lekin sohibjamol va maxluqning farzandi qirollik taxtiga o'tirish arafasida ularga ikkinchi imkoniyat berish kerak deb o'ylaydi. Bu tanlov huquqiga esa Maleficenta, Oppog'oyning o'gay onasi, Cruella de Vil va Jafarlarning farzandi ega bo'lishadi. Ular yaxshilik yo'lini tanlashadimi yoki yo'q? Film asosan shu haqida. Ammo 2015-yilda ishlab chiqarilgan bu film o'sha yillarda tomoshabinlarga shu darajada manzur keldiki, uning davomi sifatida ijodkorlar yana ikkita qismni suratga olib, hikoyamizni trilogiya darajasida uzaytirishdi. 8-o'rin. Sehrlangan Ella. Hech ikkilanmasdan bu filmni Anna Hathawayni mashhurlik cho'qqisiga olib chiqqan filmlardan biri deya ayta olamiz. Chunki shaxsan o'zim ham shu film orqali uni eslab qolganman. Film voqealari esa unchalik murakkab emas. Gapga kirmas farzandlari bo'lgan onaga rahmi kelgan farishta uning yangi tug'ilgan farzandiga itoatkorlik sehri bilan sehrlab qo'yadi va natijada u kim nima desa shuni ortiqcha so'zlarsiz qilishga majbur va haddan tashqari itoatkor bo'lib qoladi. Bu esa uning boshiga turli xil ko'ngilsizliklarni soladi. Sehrdan ozod bo'lish uchun u uzoq va sarguzashtli safarga otlanadi. 7-o'rin. Zip va Zak sarguzashtlari. Bu film ham asosan bolalar uchun bo'lsa-da, uning sujet liniyasi kattalarni ham bee'tibor qoldirmaydi. Zip va Zak ismli bezori va o'yinqaroq bolalar eng qattiq va qoidalarga to'la internatga yuboriladi. U yer esa asos solingan inson tomonidan jumboq va sirlarga to'la qilib qurilgan. Qahramonlar internatda ham jim o'tirmagan holda maktab tarixida yotgan yashirin sirlarni birgalikda ochish uchun shisha sharchalar nomli klubni tashkil qilishadi. Albatta, har bir sinov boshqa yangi va o'yin kulguga boy qiziqarli sinovlarni barpo qilardi. Sirlar so'ngida esa ularni g'aroyib xazina kutib turardi. Ammo ulardan oldin bu boylikka ega chiqish uchun maktab direktorining shaxsan o'zi ham harakatni boshlab yuborgan. 6-o'rin. Terabitiyaga sayohat. Tasavvur asosida qurilgan bu film ham o'z davrida shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Bosh qahramonimiz Jess ismli bola juda tortinchoq edi, toki uning sinfiga yangi Leslie ismli qiz kelib qo'shilmagunicha. Jess tortinchoq bo'lsa-da, rasmlar chizishga va xayolat olamiga berilishga juda usta edi. Yana maktabdagi hech qaysi o'quvchi u va uning yangi dunyonasi Lesliedan tezroq chiqa olmasdi. Xayolat olamidan foydalangan holda o'rmon ichkarisida ular Terabitiya nomli olamga asos solishadi. Bu film ham yoshlik davrimizda muhim rol o'ynagani aniq. Ammo film haqida unchalik chuqur to'xtalib o'tirishim shart emas, chunki allaqachon bizning hamkasbimiz bo'lgan Kino tahlilim kanali bu mavzu haqida alohida video tayyorlab qo'ygan. Tan olamanki, video juda ajoyib chiqqan. Ko'rishingiz uchun shu qismda silka qoldiraman. 5-o'rin. Super It. Yoshligida bu filmni ko'rmagan odam super qahramonlar ishqibozi bo'la olmaydi. Filmda super kuchlarga ega bo'lishni orzu qiluvchi olim turli hayvonlar DNKsidan foydalanib itlar ustida tajriba o'tkazadi va baxtsiz hodisa tufayli bir kuchuk ko'plab super qobiliyatlarga ega bo'lib qoladi. Kuch, ucha olish, super aql va insonlarni tushuna olish qobiliyatlari shular jumlasidan shaharni turli xil ko'ngilsizliklardan himoya qiladi. Film yakunida esa o'sha olimning portlatmoqchi bo'lgan bombasidan shaharni qutqarib qoladi. Agar shuncha narsa ham filmni eslashingizga yordam bermasa, unda film soundtrackda bo'lgan Underdog nomli musiqa buni eslashingizga yordam beradi. Yana film so'ngida Supermenga ham belgi qoldirib o'tilgan. 4-o'rin. Samoviy yuksalish.
Bu o'rnimizda ham yana super qahramonlarga murojaat qildik. Faqat bu safar ularning sharafli qahramonliklari va katta janglari haqida emas, aksincha oddiy hayotlarining qanday o'tishi haqida aytib bermoqchimiz. Barcha qahramonlarimizning farzandlari Samoviy yuksalish nomli tom ma'noda havoda muallaq turuvchi universitetda tahsil olishardi. Shaharning eng yetakchi superlarning farzandi va hikoyamizning bosh qahramoni Will ham shu universitetga qabul qilinadi. Faqat unda dastlab hech qanday qobiliyat yo'q deb taxmin qilinadi. Lekin film davomida unda otasining super kuchliligi va onasining ucha olish qobiliyatlari birgalikda paydo bo'ladi. Shu qobiliyatlar bilan esa u universitetni eng kuchli yovuzdan himoya qiladi. 3-o'rin, Jumanji. Oddiy stor o'yiniga o'xshab ko'ringan bu o'yin juda katta xavf-xatarlar va g'aroyibotlarga boy edi. Allen ismli bir bola bu o'yinni topib oladi va Sara ismli qiz o'rtog'i bilan o'ynab ko'rmoqchi bo'ladi. Lekin ular o'yinning asl mohiyatidan bexabar edilar. O'yin Allenni o'z ichiga tortib ketadi. Oradan ancha yillar o'tgach, yana ikkita bolakay bu o'yinni topib olib davom ettirishadi va Allen ozodlikka chiqadi. O'yinda har xil mavjudotlar, yovvoyi o'tlar va gigant hasharotlar chiqa boshlaydi. O'yinni tugatishning yagona yo'li esa oxirigacha yetkazish edi. Bu film davomi sifatida ham yana ikkita film suratga olingan. Va unda belgilar ham, mashhur aktyorlar ham anchagina ko'p. Jack Black va Dwayne Johnsonlar shular jumlasidan. Belgilarga keladigan bo'lsak, agar Jumanji 2 filmini ko'rgan bo'lsangiz, o'yindagi vazifasi uchuvchi bo'lgan Jefferson yashaydigan chayla unga oldingi o'yinchidan meros sifatida qolganini aytadi va chaylaning chetki qismida birinchi film qahramoni bo'lgan Allenning ismi o'tkir tig'li narsa bilan o'yib yozilganini ko'rishimiz mumkin. O'zi umumiy olib qaraydigan bo'lsak, Jumanji olamining barcha filmlari juda qiziqarli qilib yaratilgan va yaqinda yana bir film suratga olinish ishlari ham boshlab yuboriladi. 2-o'rin, Zoom jamoasi. Sobiq super qahramon Zoom o'z kuchlaridan ayrilib oddiy odamga aylanib qoladi. Hukumat esa uni bir necha bor yosh va yangi super qahramonlarni tarbiyalovchi maktabga o'qituvchi sifatida taklif qiladi. Dastlab bu ish unga yoqmaydi, lekin keyinchalik bolalar bilan yaqindan tanishgach, ular bilan bir oiladek bo'lib ketadi. Biri o'ta kuchli, biri ko'rinmas, boshqasi esa xuddi shardek shishib ketuvchi qobiliyatlarga ega. Bu bolakaylarni aslida hukumat boshqa niyatda, boshqa katta xavfga tayyorlayotgan edi. Ancha yillar oldin boshqa olamga bandi qilib qo'yilgan Zoomning akasi Zarba qaytayotgan edi. Bolalar esa unga qarshi chiqishadi. Zoom ham super tezligini qaytarib oladi va oxir-oqibat Zoomning jamoasi Zarbani yengishadi. 1-o'rin, niqob. Ana eng baland nuqtaga ham yetib oldik. Tepada ko'rganingizdek, eng cho'q pog'onada Jim Carreyning betakror obrazlaridan biri bo'lmish niqob filmi egallab turibdi. U nafaqat yoshlar uchun, balkim kattalar uchun ham sevimli film sifatida. Agar uni hozirgi kunlarda efirga uzatishsa ham, katta-yu kichik bir maromda mazza qilib tomosha qilishi aniq. Film ko'ngilochar va musiqiy sahnalar bilan to'la. O'zi aslini olganda filmning katta qismi raqslar va musiqalarni o'z ichiga oladi. To'g'ri, film kulgili, hajviy, ammo negizida anchayin qayg'uli voqealarni ham saqlab qo'ygan. Masalan, qahramonimiz Stellining kuchigi Milo uni qamoqdan qutqarish uchun unga kalitlarni olib kelib berish sahnasi ham anchayin tasvirli qilib ishlangan. Xullas, bir gap bilan aytganda, ajoyib rejissura, ajoyib aktyor va aktrisa, professional yondashilgan soundtrack va aql bovar qilmas film. Mana, 10likni ham yakunlab oldik. Agar to'pligimizdagi biron bir o'rin sizni qoniqtirmasa, izohlarda o'zingiz haqiqiy nostalgiya deb bilgan filmlaringizni va video haqidagi fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki bu siz tomoningizdan biz uchun berilgan eng katta mukofot hisoblanadi. Sizlar bilan Kino Time bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.